Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'z Chilangar jonasining navbatdagi ishini, navbatdagi ko'mir kotyorlarimiz yasab tugatildi. Quyidagi videoda 3 xil ko'rinishdagi kotyorimizni tanishtirib o'tamiz. Birinchi holatda kotyorimiz 10 kW quvvatga ega, ikkinchi holatda 20 kW quvvatga ega, uchinchi holatda 30 kW quvvatga ega holatda quyidagi shaklda kotyorlarimiz yasab taqdim qilinmoqda. Kotyorlarimiz ko'mir sifatiga qarab 12 soatdan 1 soatgacha yonish imkoniyatiga ega holatda yasab taqdim qilinmoqda. Ishlatilgan mahsulotlar 3 mm qalinlikdagi горячий rossiyskiy listlardan foydalanildi. Klassik o'rda 20 mm diametrdagi trubalar qo'yilgan, devorlari qalinligi 3 mm ni tashkil qiladi. Xo'p, kotyorlarimizni barcha holat bo'yicha zaklopkalar bilan mustahkamligi oshirilgan. Kotyor ham yopiq qismda, ham ochiq qismda ishlash imkoniyatiga ega. Orqa tarafdan ko'rinish kotyorlarimizda 114 mm diametrdagi truba, 114 mm diametrdagi truba, 150 mm diametrdagi truba mo'ri o'rnida foydalanildi. Xo'p, kotyorlarga ko'mir solish yuqoridan amalga oshiriladi. Hammasida bir xil holat. Ichki ko'rinishi havo kanallari chap tarafdan qo'yilgan, ana klassiklar turba ko'rinishda yasalgan. Mana bu отбойник qalinligi 1 cm ni tashkil qiladi. Quyida ko'rinishda kotyorlarimiz zapravka qilinadi. Hammasida eshik qismi pastida bir xil holat bo'yicha kulxona, demak bu yerda shveler pastdagi hosil bo'lgan shlaklarni olib tashlash uchun shveler bilan yopib qo'yamiz. Demak, загрузка vaqti yana shvelerni qo'yib qo'ygan holatda ko'mirxonamizni ko'mirga to'ldirgan holatda ish faoliyatiga chaqiramiz. Devorlari hamma joyda 2 qavat asbestin shunlar bilan jihozlangan. Ruchkalariga ruchka ko'choq qo'yilgan. Yuqorida ham ochib tozalash imkoniyati osonroq bo'lishligi uchun xuddi shu holat bo'yicha mana bunday ko'rinishda 2 qavat eshiklar, asbestin shunlar, ruchka ko'choq, jara отбойник, mana bunday ko'rinishda teplobmenik papka ko'rinishda yasab taqdim qilingan. Tozalash uchun juda qulay holat bo'yicha eshiklarni ochib yopilishi ham qulay holatda yasab taqdim qilinmoqda. Ventilyator o'rnashadi, termoregulyator, termobalon uchun uya qo'yilgan. Demak, yuqoridan pastga qarab havo kanallari purkab boradi, pastda kattaroq havo kanal qo'yilgan. Ko'mir kirib qolish holat bo'lsa, pastdan ventilyator purkab chiqaraveradi. Tozalash eshigi, teplobmeniklarimiz tozalagan vaqtimiz kichik eshiklarni ochgan holatda tozalab olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Bu joyda ham 2 qavat eshik, demak, asbestin shunlar bilan jihozlab olingan. Xullas, imkon darajasida kotyorlarimizni foydalanishda katta qulaylik yaratish uchun quyidagi holat bo'yicha kotyorlarimizni yasab taqdim qilmoqdamiz. Xo'p, bu kotyorimiz 20 kW quvvatga ega. Xuddi shu holat, shu bir xillikda kotyorlar yasab taqdim qilinmoqda. Bu 30 kW. Demak, bu komplektatsiyada ham xuddi shu holat takrorlangan. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.